Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va kuzatuvchilar. Bugun Denov tumanida joylashgan Ilimkon xususiy maktabiga katta ekskursiya uyushtiramiz. Ko'rib turganingizdek maktabimiz 5 etajdan iborat. Ularning 4 etajli sinfxonalar va 5-etajda esa yotoqxonamiz ham mavjud. Bu joyimiz oshxona bo'lib, bu yerda 650 ga yaqin o'quvchilarimiz 4 mahal ovqatlanishi mumkin. Mana hozir shaxmat xonasiga keldik. Ko'rishinglar mumkin, xona juda ham keng. Bolalar bemalol shaxmatdan foydalanishi mumkin. Ko'rib turgan xonanglar robototexnika xonasi. Bu xonada o'quvchilarimiz hozir har xil narsalar yasashyapti. Qo'limdagi mashinani 7-sinf o'quvchisi yasagan. Siz ham farzandingiz bilan maktabimizga kelib, to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Sizlarni maktabimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va kuzatuvchilar. Bugun Denov tumanida joylashgan Ilimkon xususiy maktabiga katta ekskursiya uyushtiramiz. Ilimkon xususiy maktabi Ukanov maydonchasidan kelganda Yurtchi mahallaga ketaverishda kottej uylari ro'parasida joylashgan. Bu maktabimizning parkovkasi bo'lib, bu yerda bemalol ota-onalar mashinalarini joylashtirishi mumkin. Bu maktabimizning hovli qismi bo'lib, bu yerda o'quvchilarimiz bemalol tanaffus payti hordiq chiqarishi mumkin. Ko'rib turganingizdek maktabimiz 5 etajdan iborat. Ularning 4 etajli sinfxonalar va 5-etajda esa yotoqxonamiz ham mavjud. Undan tashqari maktabimizda -1 etaj mavjud bo'lib, unda oshxona hamda sport tog'araklari o'tiladi. Hozir sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bu joyimiz oshxona bo'lib, bu yerda 650 ga yaqin o'quvchilarimiz 4 mahal ovqatlanishi mumkin. Boya aytib o'tganimizdek maktabimizda o'quvchilarga 4 mahal ovqat beriladi. Ertalab kelishganda nonushta beriladi, undan tashqari mevali beriladi va obed qismimizda esa 2 ta ovqat beriladi va kun yakunida esa yengil tamaddi qilishadi. Maktabimizning birinchi etajiga kirganingizdan so'ng sizni shunday kattagina qabulxona kutib oladi. Bu qabulxonada bemalol ota-ona va o'qituvchilar suhbat qilishi mumkin. Undan tashqari maktabimizda 1-8-sinflar hamda pachimuchka uchun qabul davom etmoqda. Umumiy hisobda maktabimizda 600 ga yaqin o'quvchilar ta'lim oladi. Maktabimizda asosan ingliz tili, arab tili, matematika va IT ga ixtisoslashtirilgan. Undan tashqari robototexnika va texnologiya mashg'ulotlari ham o'tiladi. Mana hozir shaxmat xonasiga keldik. Ko'rishinglar mumkin, xona juda ham keng. Bolalar bemalol shaxmatdan foydalanishi mumkin. Shaxmat darslari 1-sinfdan 7-sinfgacha barcha o'quvchilarga o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, hozir karate zaldamiz. Karate maktabimizda pachimuchkadan to 7-sinfgacha o'tiladi. Eng qizig'i, yaqinda Qozog'istonda bo'lib o'tgan musobaqada o'quvchilarimiz 7 ta farqli o'ringa erishgan. Qisqacha hozir karate mashg'ulotimizni ko'rishingiz mumkin. Maktabimizda karatedan tashqari qizlar uchun alohida gimnastika to'garagi mavjud. Eng qizig'i, o'quvchilarimizning 5 nafari respublika bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarda faxrli birinchi o'rinni olishgan. Ko'rib turganingizdek, bu joy futbol maydoni. Bu yerda o'quvchilarimiz bemalol futbol o'ynashi va darsdan tashqari shug'ullanishi ham mumkin. Undan tashqari orqa tomonimizda yana bitta katta voleybol uchun sharoit qilingan. Ko'rib turganingizdek, bu IT xonamiz. IT xonamiz maktabimizda 1-etajda va 4-etajda joylashgan. 1-etajimizda asosan boshlang'ich sinf, ya'ni 0-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz darslar bilan shug'ullanishadi. Ko'rib turgan xonanglar robototexnika xonasi. Bu xonada o'quvchilarimiz hozir har xil narsalar yasashyapti. Qo'limdagi mashinani 7-sinf o'quvchisi yasagan. Bu mashina o'zini boshqaradigan dastur asosida qilingan. Hozir buni amaliyot orqali sinab ko'rishingiz mumkin. Ko'rishinglar mumkin, bu mashina o'zini boshqaradi. Ya'ni yo'lda to'siq chiqsa, o'ziga yo'l topib oladi. Buni hech qanaqa odam boshqara olmaydi. Bu faqat o'zini boshqara oladigan dastur asosida yasalgan. Mana hozir kutubxona oldiga keldik. Ichkarida bolalar kitob o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Kelinglar, hozir jarayonni ko'rishinglar mumkin o'zingizlar ham. Mana hozir ko'rib turibsizlar, o'quvchilarimiz kitob o'qishyapti. O'quvchilarimiz tanaffusda to'liq kutubxonadan foydalanishi mumkin. Mana hozir robototexnika xonasidan so'ng texnologiya xonasiga tashrif buyurdik. Bu yerda asosan qizlar uchun o'tilar ekan. Qizlar bu yerda pazandachilik, undan tashqari har xil gullarni dizayn ham qilishar ekan. Mana orqada ko'rib turganingizdek, o'quvchilarimiz va ustozlarimiz tikuv narsalari bilan ham shug'ullanishmoqda. Mana bitta misol qilib ko'rsataman. Buni 5-6-sinf o'quvchimiz tayyorlagan ekan. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham chiroyli. Kimgadir sovg'a sifatida ham bersangiz bo'ladi. Hozir kelgan joyimiz bu pachimuchka xonasi. Pachimuchkadagi o'quvchilar bemalol matematika, ingliz tili, arab tili fanlarini o'rganib, maktabga tayyorgarlik ko'rishadi. Mana hozir binomizning 5-etajga chiqdik. 5-etajda yotoqxonamiz joylashgan. Hozir qisqacha yotoqxonamizni ko'rsatamiz. Kelishinglar mumkin. Bu yotoqxonamiz 8 kishiga mo'ljallangan. Bu yerda bemalol o'quvchilarimiz dam olishi, dars qilishi mumkin. Undan tashqari yotoqxonadagi bolalar uchun alohida kun tartibi belgilangan. Ya'ni darsdan so'ng bemalol sport bilan shug'ullanishi mumkin.
hovlida bemalol dam olishi mumkin. Undan tashqari qo'shimcha darslar bilan shug'ullanish mumkin. Mana hozir maktabimizni to'liq tanishib chiqdik. Yana sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Maktabimizda 1-sinfdan 8-sinfgacha hamda pochimchka uchun qabul davom etmoqda. Siz ham farzandingiz bilan maktabimizga kelib, to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Sizlarni maktabimizda kutib qolamiz.